Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va like bosing. Qotib qoladigan kompyuterni ikkita usul bilan kompyuterni qotmaydigan qilamiz. Birinchi usul Windows R ni bosamiz va bu yerga foiz temp foiz deb H tugmasini bosamiz. Va ekranda kerakmas fayllar bu. Hammasini belgilab olamiz Ctrl A bilan va buni o'chirib tashlaymiz. Ikkinchi usul sozlamalarga kirib olamiz va bu yerdan Private Security ga kiramiz va bu yerdan Windows xavfsizlik bo'limiga o'tib olamiz va bu yerdan ham virus va tahdidlarga qarshi himoya va bu yerdan Quick Scan ni bosamiz va taxminan 4-5 minut kutamiz. Mana 1 minut 4 sekund kutdik. Men 4-5 minut deb adashib aytibman. Va endi bu yerdan Protection History ga o'tib olamiz. Va bu yerda mana virus bo'lsa, mana bu yerda sayati va sanasi bilan keladi. Virus chiqmadi va qaytadan tekshirib ko'ramiz. Virusator Protection ga o'tamiz va bu yerdan Scan Options ga o'tamiz va bu yerdan Full Scan ga qo'yib olamiz va tagrog'ida Scan Now'ni bosamiz va bu yerda taxminan 10 minut yoki 15 minut yoki borsa 30 minutga borish mumkin. Shuni kutamiz. Mana bo'ldi. 24 minut bo'libdi mana. Endi bu yerga o'tib olamiz. Va bu yerdan yo'q. Demak, endi videomiz shulardan bog'liq edi. Kompyuteringiz qotmaydigan bo'ladi. Video tugadi. Xayr do'stlar. Videoga obuna bo'lib qo'ying va like bosib qo'ying.